bolalarda o'smirlik davrida, qizlarda ham o'smirlik davrida. Asosan bolalar birinchi ehtinomdan keyin, qizlar birinchi hayzdan keyin o'sish jadallashadi. Bu vaqtda gormonal rivojlanish qayta quriladi. Nima qilish kerak bu bosqichda? Bu bosqichda bolalarga avvalambor kerakli bo'lgan vitaminlar, qizlarga kerakli bo'lgan vitaminlar berish kerak. Qizlarda hayz boshlangandan keyin o'sish muddati 1 yildan 3 yilgacha. Bolalarda esa juda ko'proq 3 yildan 5 yilgacha. 3 yildan 5 yilgacha bolalar ehtilom bo'lgandan keyin o'sadi, rivojlanadi. Undan so'ng o'sish zonalari berkilib qoladi. Undan keyingi harakatimiz, vitaminlar berishimiz, gormonlar berishimiz foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun biz asosan tavsiya qilamiz, bizga erta o'smirlik davrida, ehtilomdan keyin va hayz ko'rgandan keyin kelishlarini tavsiya qilamiz. Biz ularga tabiiy yo'l orqali yordam bera olamiz. Lekin vaqt o'tgandan